O'zim 15daman. Bugunga 11ga borman. 15da. Saripuldan kelganmiz. Mana shu Saripulda ish pish yo'q. Shu yerga kelamiz, g'ish turamiz. Uychilar Luka kelganmiz. 10 nopusmiz. 4tamiz ishlaymiz. Maktabga ketdim, so'ng keyin maktabga tashladim, so'ng ishga mas'ul bo'ldim. Hech maktab borganim yo'q. G'arib nafarmiz. Maktabga borsak, nima shu uyga o'tin olib kelamiz, suv olib kelamiz. Aloqam bor maktabga o'qisam. Iran tilay maktabga kelsam, nima ishlamasam, shu maktabga o'qisam, nima bo'lsam, ma'lum desam. Qishda 1000 ga 400 ga pul beradi. Bir o'zim otam bilan ukalarim bilan ishlayman. Saripuldan bo'lamiz. Shu yerga xonavala ko'chib kelganmiz, bir 4 nafar korgarmiz. Shu yerga berga qishda bo'lsam uramiz, bir ro'zg'orni challatamiz. Bekor edi, hech kor bor yo'q edi, so'ng majburlikdan keldik, mana shu yerga bir ro'zg'orni o'tkazib turibmiz. Bekor edi, ishimiz yo'q edi. Bir 2ta 3ta ishlamagan mayda-maydalar ham bor, so'ng undan biz mana bu 4tamiz, tag'i bir onam bor, otam bor, shu mana 9ta bormiz. Mana shu ishlayotganimiz mana shu 4tamiz ishlaymiz bizlar. Ertan 6 baja turkalamiz, kecha 11 bajagacha ishlaymiz. Menga 4400 rupiya beradini, shu 3000 qish turamiz. 12000 rupiya bo'ladini, shu yerdan bir chora bo'ladi, ro'zg'or mayda-mayda ketadi maqsad. Masalan, ma'lum bo'lsam, shu xizmat qilsam vatanga, menga o'xshagan yana bitta 2ta bor, shular ham mendan bir narsani o'rgansa, yana bir qishloqda yo'q, shu yerga borsam, zahmat qilsam vatanda, ular ham ma'lum bo'lsa, yangi doktor bo'lsa